Bugungi darsimizda biz shu xumor bo'lib qolish psixikasini so'zlaymiz, saboqdoshlar. Hamda balkim bu xumor bo'lish to'g'risi chiqsa, nurg'unonli xuddi sizlar munosabati yo'qdek his qilishingiz mumkin. Ammo aldirmay anglanglar, sizlar munosabati bormi, yo'qmi? Hamda xumor to'g'risida gap bo'lganda odam kallasiga birinchi ulab keldigini shu zaharga xumor bo'lish degan shu hukm kallasiga keldi endi. Kallasiga keldi. Amaliyotda xumor bo'lib qilishning bu doirasi bir qadar kengri. Xumor bo'lib qilish, madda xumor bo'lish, masalan, madda xumor bo'lish deganimiz shu zaharli ichimliklar xumor bo'lishni ko'rsatadi. Men bu yerda zaharli ichimliklarning turlarini deb jumayman. Bu hamda biroqlam zaharli ichimlik deb atadim. Chunki buni hamda shu narsalarni shug'ullanadigan, shu jihatni tarbiyalab boradigan qon organlari ham tafsili tushundirdi buni. Ham maktablarda buning tashviqotini qiladi. Shunga biz bu yerda psixikalik asosini so'zlagishga turlarga aramayman. Ikkinchisi shu deganda yemek-ichmek xumor bo'lishi bo'ldi. Odamlar yemeklikka xumor bo'ldi. Ko'pincha tatlı yemekliklarga xumor bo'lgan avvalda. Uchinchidan shu deganda, uchinchidan shu ara qiziqo'llarni ko'p uchraydi. Shu onanizm biz burun dars qilib o'tgan buni. Onanizm deganimiz ya'ni jinsiy a'zosini g'idiqlash, o'zining qo'l orqali g'idiqlash orqali o'zilish bumi xumor kirdi. To'rtinchisi harakat xumor bo'lish. Ma'lum bir harakatni changposhing oldi. Biz OCD deymiz, ma'lum bir harakatni shu xumorla qildi. Beshinchisi shu deganda, beshinchisi sattil deymiz ham buni. Avla mingshan xumorla, ko'gil bo'ldi, qarabli bilgil bo'ldi. Ammo bu yerda sattil shakldagi bir xil xumor bor. Sattil degan nimasi bir xil veymiyo. Davlat tilida veymiyo deymiz. Veymiyo degan nima? Odamlar u narsa xumor bo'lganini bilmaydigan xumor u bo'lsin nimasi? Odat va xarakter xumor bo'lish. Odat va xarakter xumor bo'lish. Shunda bo'lsa bir zaharlik chekimchilar xroinni misolga olaylik. Biz bir xroin chekgan odamning misol qilib so'zlaylik. Bir xroinga xumor odam. Birinchidan u shu etdigandan kechgacha mayli vaqti bo'lsin, mayli xiyoli bo'lsin, mayli energiyasi bo'lsin, u nima o'ylaydi deganda bir kun uning o'ylaydigini hechdan bo'lmaydi vaqtashlar. Faqat va faqat qanday qilib xumorini besish uchun o'ylandi, shuning uchun vaqt chiqardi. Xizmat qilgan taqdirdimi balkim shuning uchun pul tepish mumkin-da. Demak, bir zarli chekmen xroin xumor bo'lib qolgan odamning faqat va faqat o'ylaydigan nima desam, shu hayotda birli narsa uchun u vaqtda butun narsani shuni sarf qildi. U bo'lsin nimasi xumorini besish uchun. Hamda bu Uyg'urchada bek yaxshi tasvirlanibdi bu xumorin besish, qaranglar. Xumorin besish. Xumorin yo'qotish demayapti-da, mayda diqqat qilinglar. Xumorni besish. Bu imtihon o'lchamlik tarjim qilingan. Demak, bu yerda xumorni yo'qotish masalasi yo'q, xumorni besish masalasi bor. Unda bo'lsa, nemish xumorni bosadi? Xumor degan nima? Shunday bir vaqtlarda biz ularni ayblashimiz mumkin. Ma'lum nuqtaga aytganda ularni ayplash to'g'ri emas.
Albatta bu deganlik maqtash kerak deganlik emas. Mundaq bo'lgan vaqtda ularmi o'zining yani angsızlıkның mundaq aytganda ziyankeşlikке uchraguvchi hisoblanadi shu vaqtdaşlar. Balkim nurg'uning ular aytishligi nachar badbash yeri ko'rinishi mumkin, amaliyot undaq emas. Ular sizlarga o'xshash odam, ham kelib sizlar bilan hech qanday farqi yo'q, ham sizlarning ular bilan hech qanday farqi yo'q amaliyot. Yildarsning oxiri so'zlaymiz. Chunki hamma odam bir narsaga endi xumo bo'lib qoldi. Xumo bo'lgan narsasi o'xshamaydi xolos. Birla o'xshamay g'ayri hamda Allohning xumosi kuchli bo'lg'achqa o'ziga va boshqalarga ziyonli harakatlarni qilib soldi va shug'ullanib qoldi. Mana bu nima desa boshqalardan birdan-bir paralni g'ayri, ammo ularni ayiblash va yoki ularga nasihat qilish orqali bu ishlarni o'ng'ishil olmaydi. Ayblasanglar baka, nasihat qilsanglar baka. Ondan irodaga tayanib tashlab bo'lamdi deyish mumkin. Dunyodagi irodasan kuchli 10 odamni yig'ib, 10lisning irodasini qo'shib, xemiya yug'urib, bu irodadan bir lag'mandan birini yasab, o lag'manni yegizib o'tsanglar, 10 odamning irodasi shu odam kirgan taqdirdan baka. Bu qandaqdir iroda bilan o'ng'ishiladigan ish emas. Bu qandaqdir iroda bilan o'ng'ishiladigan ish emas vaqtdaşlar. Unda bo'lsa biz yana men burun birisiga munda degan, bir odam ussaydi, qumliq ussaydi, qattiq ussaydi. Endi u bir qumliqda bir meynet laysoni topdi ko'di. U uni ishmoqchi. Chunki ajoyib ussab ketdi. Hamda sen uni ishma desang, ishmada deyishing mumkin. Balkim sen suvni layso, sen buni ishma, ziyonliq deyishing mumkin. Ammo bu yerda bir narsani his qilolmadinglar. U fashi ussaqliq. Bu qumliqda aşı laysudan boshqa suv yo'q. Sen uning hissiyoti emas, uningdek ussaqliq emas, uning ussuzlikdan his qilayotgan tuyg'ularni sen bilmaysan bu yerda-chu. Sen bu yerda turib o laysu, sen ishma, oshni qanday ishkin keldi desang, bu birisi sening bilimsizligingdan bo'ldi. Yan birisi sening tahkishlarni tushunishga iqtidoringdan to'shmaganligidan derak berdi bu. Ham bu gapingni uningga u qilmishini to'sashga hech qanday daldin bo'lolmaydi. U cho'qim bu laysuni, hatto zaharli bo'lsin, u suvni ichadi. Ichadi u. Chunki u qumliqda suvdan boshqa suv yo'q, ham u uningdan boshqa suvni bilmaydi. Demek sen nurg'un hayotning nurg'un odamlarning nurg'un o'ziga ziyonli qilmishlar bilan shug'ullanayotganini bilsa, sen o'zing uchun uni nasihat qilsa, sen u bilmamdi uni, u o'zi qilayotgan yoki o'zi shug'ullanayotgan shu zararli chekimlikning o'ziga bo'lgan nurg'un ziyonligini sendan yaxshi bildi. Albatta sen yaxshi bildi u. Shuna shug'ullangan tursa. Sizlar so'zinglarcha uni nasihat qilib, ishma deb, ayblagan bo'lib. Amaliyotda shu deganda bu yerda o'qimliqda ashu laysudan boshqa suvni u topolmadi. Agar sen rostilla uning yordam bermoqchi bo'lsang, sening rostlashingda qobiliyating bo'lsa, ham unda qobiliyatingdan boshqa sen ashunday bir qalb bo'lsa, bir odamga yordam berish uchun ikki narsa ketadi-ku, birisi iqtidoring bo'lishi kerak, yordam qila oladigan. Yan birisi haqiqiy yordam berishni xohlaydigan qalbing bo'lishi kerak. Bu ikki sharoit hozirlanmasa, sening kishilarga yordam bera olishing mumkin emas. Agar rostla men kishilarga yordam berdim,
desang mushu iqtidor yordam berishni qo'yib haqqa ma iqtidorni shakllanadi. Bu iqtidor shakllangan ondan kishilarga sen xushallik bilan yordam bersa, ta'ma shaklida emas, ta'maxo'rlik shaklida emas yoki yaxshi odam bo'lish uchun emas, bir xil boshqalarga yordam qilishning haqiqiy ma'nisi his qilgandan keyin boshqalarga yordam berishning bu dunyodagi to'lim bir huzurliq, xuddi muhabbatlashganda og'il bo'lgan huzurni boshqalarga yordam berish orqali ola olgan shundoq bir bosqichga bora olganda andan keyin ham shunday qobiliyat bo'lganda kishilar yordam bergan bo'ldi. Demek bu yerda sen rastla aşo qumluqdagi loy suv ichaman deb ketib odam yordam bermoqchi bo'lsang, sen uni to'smaysa, sen suzuk suv tepirsan. Sen suzuk suvdan birini qo'yib qo'ysang, sen nasihat qilishni hojati yo'q unga. Chunki u loy suv orqali bosmoqchi bo'lgan ussizligini suzuk suv orqali bosadi. Mana bu sening haqiqiy yordam berganing. Sen uni suzuk suyini bilmay ishma, odammi sen, mushun qanday ishdan deb uni ayiblayverganing bu tulumi birliqi indeymiz. Hem de tarixdan buyon faylasuflar insonlarni xushallik to'g'risida izlangan. Tunji izlangan odam Platon. Platon nima deganda insonlarning azobi bilimsizlikdan keldi. Bilim bilan aqlni chiqargan siri xushallik tuvallaydi degan. Undan keyin Aristotel kishilar chuqur sensible bo'lish kerak degan gap. Sensible degan nima esa bir xil hissiy tuyg'ularni tushunish kerak degan. Shu vaqt insonlar xushal bo'ldi degan. Ham bu shikli qirvoy necha ming yil ilgari shuni topgan. Ammo bular to'liq emas. Bularning bu xil fikrlari yangi emas, dogmatizmlik bor bularning ko'z qarashida. Nima qilsa, bilim degan nima? Aql degan nima? Manda gap chiqadi bu yerda. Sensible degan nima? Bu yerda bir narsani ko'rsatgan-yu, ammo dogmalik bor, konkretnilik yo'q-da. Hozir taraqqiy qilgan yo'g'i bo'lsa, garchi ular shunday bir dogma narsani o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, eng oxirida shu kishilarning oxiri baxtli xushal turmush baxtli xushal bir turmushning mayli ichki dunyosi, mayli tashqi dunyosida ko'ngildagidek deyli ideal bir turmush kechirishga asos solgan. Mushadim nim demakchamda deganda, demak sen bir odamni sanjda ko'rindi, sen ussamagan odam uni ayblamak shundoq oddiy. Ammo sen ashqumliqda ashna o'xshash ussab baq, meningcha asha laysuni talishib ichsa. Demak bir ro'yonga xuma boqqaga odammi, insonda bo'lsin, u yomon bo'ladi. Shundoq aniq bo'ladi. Ammo amal topolmadi. Nimishqa xumarni basmoqchi. U xumarni bosadigan boshqa suzuk suv topolmaydi. Topolmadi. Yo'q emasmi? Yo'q emas. U topolmadi. Demak u bu yerda shu ussizlikni, xumarni besish uchun yo'qitish uchun masa laysuni cho'qim ichishga to'g'ri keldi. Endi xumar degan nima? Endi mushu xumar bo'lgan odamlarni ziyorat qilsak, paranglashsak, bularning tasvirlanishicha endi mushu xumar tutganda xuddi sunkidan bir chumulular mengayotgandek hissiyoti bo'ldi deydi. Sunyekdan. Mana sizlar tasavvur qila olamsiz. Sunkidan bunday chumulular tik 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 mangandek. Sunkimizdan emasmi? İçimizge çapınımız pichirib qolsa-mu, pit deganni bilamsizlar? Burun batı. Pichirib qolsa odam uxlayolmaydi. Shuni chapallarni qilmasa uxlayolmaydi. Ichiga emas, chapaniga bundoq. Sirtiga, terisining teshiga. Demak, mayada chumula sening sungundan mangdi degan bu dahshat gap emasmi bu? Sen aşkıl ahval qanday qilsa. Balkim
onun biz çekizip koyganma deyişen mümkün. Bu normal adamlarning tafakkuri. Normal adamlar ama bizning tafakkurimiz emas. U mayli qandaq qilsin. U ben bayatdan dedim-ku, angsizlikning zankesh uchrag'ichi u. O bir bala. Yanla ona nima desa, biz obyektiv nuqtadan u manda qilib ekan, no, unda emas. Uni qutuldira olsaqla, tamamen qutuldirishimiz kerak degan gap. Mana bu nima desa, normal odamlar bilan ulug' kishilarning farqi. Masalan, hukumat ashlar haqsiz nim taqib turdi. Xumarini tashlash uchun cho'liq. Miseyton deydigan metanol haqsiz jimash. Nimo desa, balki uni dadisimi, akisimi tashlash mumkin-ku. Ammo davlat unda deb qaramaydi. Davlat uni yanla bir puhrason subtida ashni yana qutuldirishga tirishadi. Ham bu tuttursan, ham biz buni psixikalik analiz qilaylik, psixikalik analiz qilaylik. Xumarni besish uchun, qarang besish. Xumarni yo'qotish uchun demadi, besish uchun dedi. Demak, bir odam o'zining bir kunlik hayotining 99.99%ni bir xroin xuma bo'g'icha 99.99%ni so'misa vaqtashlar nima uchun sarf qildi desa, xumarini besish uchun sarf qildi. Sizlarchi amaliyot silla o'xshashi. Sillimi bir kunning 99.99%ni sillim o'xshashli xumarini besish uchun sarf qilsalar. Shuni aytamsizlar. Ham siz so'raysizlar, mening xumarim nima ekan? Deyishinlar mumkin. Xuddi xroin chekkichi chekmaganda uning badanda chumuli mangandek amaliyotda normal odamlarning badindami ashundaq bearamchilik bo'ldi. Men buni o'tgan soatda deb bergansizlar. Ya'ni odam badanda 5 xil induksiya bo'ldi dedim. Induksiya degan nima esa 5 xil bearam hissiyat bo'ldi. Bu jarohatdan keldi dedim. Bularni men sanab berdim. Gudugan bo'ldi, sibey bo'ldi, fuzugan bo'ldi, jinjingan. Buning eng dashtidan birisi bor, kunshugan bo'ldi dedim. Biz buni tafsiliy analiz qilamiz har bir gallarni-ku. Ham buning ichida kunshugan nima shakllantirsa, kishilar da'vatgan ich pushish, bearam bo'lish, titlash, dunyo bir xil ma'nisizdek his qilish. Mana xuma cho'ma. Bu xuddi xroin chekmasa, sunkida chumuli mangandek odamlarmi sal jim turib qolsa, bir ish qilmasa, diqqatini bir yak chashmasa demakchi. Darhol uning badinda mushkul kunshugan degan chumulilar ma'nunadi. Pish. Ma'nunadi. Mana bu nima desa, kishilarda aytgan xuma. Hem bu kunshugan, bu qaja, buni ichik-chisa intan qo'rqinchli. Ammo kishilar bundan qechish kerak. Qechish uchun uni qilish kerak, buni qilish kerak, ish qilib bir ma'no tepish kerak. Demak, insonning ichida bir ma'nosizlikdan iborat bir xuma bo'ldi. Xuma deganning o'zi azobchimi? Xumani besish. Haliq chumulilarning suratda mangan tuyg'usini besish uchun chekdi. Degandek odamlardimi kunshugan yoki boshqa induksiyalar ashunda bearam qildi. Demak, odam ozroqli bir narsalardan ma'no izlamasa, darhol nima desa, kunshugandan iborat bu xuma tutudi dengib. Demak, jiqlarimiz, ichimiz titqilsa, ichimiz pushsa, doim qildigan ishlarimizning o'zi amaliyotda bizning xumalar qolgan dorilarimiz. Ba'zanlar do'yin qarashlar, ba'zanlar veshin qarashlar, ba'zanlar do'stingiz deysizlar, yana ba'zanlar bortxonga borsalar, ba'zanlar
Şıkırıp, içini pısı kılıdığan işler alıvağı o. İçini pısılık kılıdığan bir işler alıp oldu şu adamın. Şu dal sılının imanlı xroin deyinge. Demek bir adamı xuddi xroin çekicek bir gün ötten kopap kanda kılıp tapamen degende u bir adamı bir günde onun barlık faaliyetleri, vakitleri, enerjisi, xiyalları, bundan sonra energiyaları asas neme üçün sarf kılındı dese, Xumanı 5 yıl sarf kıldı. Demek onun hayatında süpet bulmaydı. Ma'lum bir nişan bulmaydı. Demek onun hayatında bir kıl growth, çoğun buluş olmaydı, gülünüş olmaydı. Mana bu nimelse adamlar ansız aldı bunu. Ansızlık mana müşahidin çıkıp durursa vaxtaşlar. Mesela ve tarqandaq bir işanlarga yaxşırap tapa alaysızlar. Əmeliyyatımda oylap baxsanlar, siz nurgun zörür bolmagan işlar vaqsar qılsızlar, zörür bolmagan işlar pul qeýleysizlar. Baka pul qeýleysanjymy? Hiç qandaq zörürti yok. Hatta özüňiz ziyonlyk näslerge pul qeýleysizlar. Nemişqa? Qaramak bu näslerge ziyonlykdek, paýdasy ýokdek turgan bilen o xuddi xroin çekici Xroinni Xumanı 5 üçün çekkendek silamu ameliyatda hayatındaki bäçik işlarni şu xumarınlarni bayatın degen xumarınlarni 5 üçün qılsın. Ameliyat o işlarında qarap baxsan sılının taraqqiyatınlığı, baylıqınlığı ya çoğun buluşanlığa hiç qandaq bir tiyirlik paydası yok anın. Ama o nimesi xuddi Xroin oqşa sılın vücudundaki Xumanı basıdı suyunu savaştılar. Şunu biz nurgun meselelerini bir işlerini kılıp emez. Hiç neme kılmay onşayımız. Bu gibi düşünemezler. Hiç neme kılmay durup onşayımız diyen nime? Ondan sonra bir xroin çekici ameliyette 48 saatlik azap buldu çok. Hem de şu etişler qaraganda bir xroin çekici 48 saat hem de şu öyküsülünü bilip hem de etten ziyade irası boluşu. Şu bedendeki barlık azapını, hissiyatlarını his kılıp açtan berdaşlık berip ötek giderse anındın kim bu nimese Xumarı yuqap, Xumarı yuqqandan başka bir yuruk dünyanı göreliydi. Bu doğrusuda bir kino vardı. Asli emmetimi. Bir müşkülen yaşaydıgan bir balınanço. Bir balaşında xumalak kılıp sonra bu yoldan esi kalkan bir müşkünü bekip alıdıço. Şu müşük ilham buldu bunun. Ahire kutulup yazı çok idi bu. Şu keselden sakayığını yezip dağınlık yazgıçı aylandı çok bu real yazgan. Demek nimense bu yaman ters. Ama o çokum azap ne bir yiyiz. Kaçı şu adam. Şunda bedeninde pit oldu ya ki çümülü mağdı sen kaçsan o. Demek kaçsan xroinuz deysen o basıdı yana çıkıdı yana izdeysen basıdı yoktanmayın. Onu yoktu çünkü çokum nimense şu Xumadan ibaret bu bir aram tuyg'uni chuqum his qilib o'tkazish kerak. Bu badandan piqirab chiqishi kerak. U badandan chiqayotganda baksat og'riydi. Ammo bu bir yaxshi ish. Bu xuddi butun bir mixchil kelsa, qiynab qolsanchi, ani tatib esa bek og'riydi. Tatmasa og'rimaydi. Sen og'rishdan qo'rqib buni tatmading. Demek bu mengü ağırlıkka aylındı. Bir tatı etsem şu. Bacalı değilse tüydü. Ben şuna okşaydı nurgun nesle. Şuna biz bu işlerin xuddi xroin taşlagan şu muşkul usuldan paylanıp hayatımızdaki bizmi xumavla qalan nurgun işler barçı. Bu bekçek bunu tepsir edesek hayatınlıdan nurgun mevkendim dedim bazı ayallar şunda qay zoravallı kutlusu mu nim bolmaydı. Xuma kaldı. Aş arqılık başka bir xumarın basıdı.
u ish xumal qilmaydi, o ish ona xumarin basidi. U ishdan huzurlanmaydi u. Bir ayol erdan tayoq yeganda huzurlanmaydi. Ama şu arqılık onu beyaram qildigan bir qo'rqinish hissiyatni shu orqali bosadi. Men oldin qatamda ta'sir degan. Chunki erimning men o'g'li meni tashlab etmagini deb qaraydi. Chunki erimga men bir xil kuyong bo'ldim deb qaraydi. Biz buni Stockholm sindromim deymiz yoki tayinib yashash deymiz degandekda. Demak, erim hech bo'lmaganda men urush uchun bo'lsin, menga muhtoj bo'ladi, shu meni tashlab etmaydi deb qaraydi. Аңсыз aldıço. Şon tayoq yeydi azoblandi, ama o azobi ahil azobni bosadigan gap. Nurg'un bunda xumoqlik qilg'ashlar. Ba'zidan pul hech to'xtamay pul hechlash orqali bosadi buni. Andan keyin nima bo'ldi? Qarz ulab ketadi. Qarz ulab, minus pay ulab. Minus pay degan shu. Ash qarz olib pul hechlaydiganlar borchu. Ana qilibmi? Qarz ulab ketib pul hechlaydi. Neymiş pul hechlaydi uni? Olgan narsalar qarasanglar. Masalan, kiyimlar qarasanglar ya 3 kun kiydi, ya 2 kun kiydi. Uni kiyishga amroq emas, elishga, olgandagi tuyg'u. Nurg'un ayollar birib qo'ygan ko'ynakdan bir yilda bir kez kiydi, bo'lmasa kiymaydi. Chunki bu yerda ayollarning setib olgani ko'ynak emas. Ash ko'ynakni setib olgan vaqtdagi tuyg'u. Xuma orqali yana birisini bosayotgan ish. Yani ba'zilar xuddi ayollar ana tayoq yeb o'ngishgandek ba'zi erlar cho'sa, mabtini yoki bo'lmasa shu ayolni urush orqali urush xuma bo'ladi. Urush orqali o'zidagi o xumani bosadi. Bu bakchib, bu har qanday bir odam bir narsa xuma bo'ldi. Ba'zilar aroq orqali bosadi. Ba'zilar cho'di tomoq orqali semirib ketganlarning hammasi shu. Tomoq orqali bosadi. Ishqilib bir narsa xuma bo'ladi. Bunu tapalaysizlar. O beyaram bo'lganda kallanglarga qiyg'inlik keladigan bir ishlar bo'ldi-ku. Bakaga. Ashlanganmisi? Xuma bo'lish. Ham yana bir qism odamlar bor. Boshqalardan ustun bo'lash orqali bosadiganlarda, boshqalardan ustun turish xuma bo'lib qoldiganlar bor. Ma'ular hamda taliga bu azap tutudi bular. Bular hamda kimga aylanib qoldi o'zi karxonchiga, yoki bir naqshchiga, yoki usulchiga aylanib natija qozondi bular-chu. Natija qozondi, biroq natija qozongan bilan u yanilchu xuma emasmi? Yana beyaramchilikdan qutlanmaydi. Shu ufuq qozonganning hammasini psixik sog'lom deb qolmoqli. Ba'zilar shu boshqalardan ustun turish xumolar qoldiganlar bor. To'xtamay. Garchi ular hamda bu narsadan qutulib, xushal, ozod, rohat yashamasimi, belgilik natijaga erishib qoldi. Masalan, bir kino atsa va nima xabar. Atla ismini unutib qoldim. Onu qiziqchi bate. Yiyijim o'qaganchu. Ya kawan. Kalau teman mas mana? Hei, tak. Ini. Kayak. Mekel bernama kayak test qilib. Bir qiziqchi atsuatolik bir. Yakob Musman nimaning masalan Leerwangning Shakespeare'ning alaqa Leerwang, Leer podshohning ketimi. Alaqa eng oxiri kichik qizi qutuldirib olgan deydi u. I never feel any value of feeling pain deydi şu. Yo'q, men azobni his qilishning manda qimmatini his qilib boqmagandim deydi. I never feel the value of feeling pain. Leerwang'cha. Shunga o'xshash. Biz shu ichki dunyosimizdagi bu xumarlarni yaxshi bir taraf qilmasak, uni besish uchun to'laydigan badal bakchiq bo'lib ketadi musoqtashlar. Haddan ziyod bo'lib ketadi. Bo'ldi degan shunday so'zlab beray.
Mush kino te mana ma bir sabaqdishimiz avatibdi. Yaxshi kinomish, mush kinoni bir ko'rib qo'yishga bo'ladi mana. Arliqqa anamizimga qumavlab qolgan balla var ekan, shular so'ragan. Bugun men javobini deb berdim. Onunla emas, hammaning nurg'un nimasini deb berdim. Shunga nurg'un sizlar so'rayotgan savollarchi, onun men javobini deb bersam qilolmaysizlar uncha. Sizlar javobni anglashga tayyorligim tutmagan avval ostida men javob bersam bo'lmaydi. Şu mening emas, sizning tayyorligim yo'qmi? Bemorning tayyorligi yo'q saqlashga, doktorning tayyorligi bor. Shunga ozto'la bir narsani bilib, sal bir ong'i ko'tarilgandan keyin andin masalalarni hal qiladi. Hamda shu xumalarni qanday tugitimiz deb so'rashim mumkin. Men bilgan azroq deb berdim. Hamda qiyg'ash to'sanglar asta-asta shu bosqichga kelamiz-ku. Bağlı biz.